Assalomu alaykum do'stlar, bormisizlar, salomatmisizlar? Yana birgamiz, yana ko'rishib turganimdan juda xursandman. Bu safarga Superliga boshqacha o'tyapti. Bu safar har bitta o'yinni olib alohida mavzu qilish mumkin. Mutaxassislar, tahlilchilar o'rganib chiqilsa, bitta kitob yozsa bo'ladigan o'yinlar bo'lyapti. Nima sababdan bunaqa deyotganimni videoni oxirigacha diqqat bilan ko'rib eshitsangiz tushunib olasiz. Superligamizning 6 ta uchrashuvi yakuniga yetdi. Bugun 3 ta o'yin bo'lib o'tdi. Ertaga yana 2 ta o'yin bor. O'zbek klassikosi bor. Neftchi o'z uyida Toshkent jamoasini, Paxtakorni qabul qiladi do'stlar. Bilasiz, buni juda yaxshi kutyapsiz bu o'yinni va keyingi uchrashuv Buxoro o'zining uyida Qizilqumni qabul qiladi do'stlar. Biz boshlaymiz. Birinchi bo'lib o'tgan uchrashuv Lokomotiv hamda Xorazm. Bu o'yinda u qadar diqqatga sazovor voqeliklar bo'lmadi, lekin Temurxo'ja Abduxoliqov o'sha 1 ochko olib keluvchi durang golini kiritganligi bu diqqatga sazovor. Ya'ni Temurxo'ja yoshi nisbatan katta bo'lsa ham o'sha butsilarini mixkaylaydigan davr kelgan bo'lsa ham Superligada to'pirar emas u, lekin jamoasiga foyda keltiradigan gollarni kiritib ketyapti. Lokomotiv Xorazm 1-1. Xorazm esa do'stlar qoyil 1 ochko ishlab oldi Lokomotiv maydonida. Keyingi o'yin Mash'al Bunyodkor. Mash'al jamoasi bilasiz outsider, bironta ochko ishlab olgani yo'q shu kungacha va aynan mana shu Mash'al jamoasi bu o'yinda ochko ishlashi mumkin edi. So'nggi daqiqada Bunyodkor penalti ishlab oldi. To'g'ri, penaltiga umuman meni e'tirozim yo'q. U yerda rostdan notabiiy holatda qo'lga to'p tegdi va hakam rostdan penalti belgiladi. Lekin e'tiborli jihati undan oldin Humoyun Murtazoyevga qizil kartochka ko'rsatildi. Va o'sha qizil kartochkadan ko'rib chiqsa bo'lardi. Hech qanaqa muhim ish, ya'ni o'yin taqdiri o'sha epizod bilan hal bo'lib ketadigan vaziyat emasdi. U vaziyatda Humoyun Murtazoyevga nisbatan o'zi aslida Humoyunga nisbatan qo'pollik ishlatilindi. Bu yerda videolarni qo'yib keta olmayman, to'g'ri tushuninglar. Ya'ni mualliflik huquqi kanalimni jazolab tashlashi mumkin, bloklab tashlashi mumkin. Humoyunni turtdi va Humoyunning o'zi javob qaytardi, lekin Humoyunga qizil kartochka berilyapti. O'sha paytda hujumda foul deb turib sariq kartochka berganda ham Mash'al jamoasi balkim 1 ochko ishlab olish ehtimoli mumkin edi do'stlar. Xullas, bu o'yindagi e'tiborli jihat shu, Bunyodkor g'alaba qozondi. Andijon Navbahor. Mana bu o'yinga to'xtalamiz do'stlar. Vodiy derbisi bo'lib o'tdi va normal o'yin bo'lib o'tdi. Endi Babayan ketishi mumkin degan gap so'zlar tarqalishiga sababchi bo'lgan o'yin bo'ldi do'stlar. Ya'ni Temur Kapadze va Samvel Babayan o'zimda olib qaraganda Navbahorning ham tarkibi o'rtacha, normal tarkib. Ko'pchilik aytayapti, Navbahorda tarkib u qadar kuchli emas. Yo'q, o'zi olib qaralganda futbolchilarni har bittasini solishtirib chiqqanda, misol uchun Jiyanov, Diyor bor u yerda, Tabatadze bor. Xullas, normal futbolchilar yig'ilgan o'zimda olib qaraganda. Lekin do'stlar, Andijonda yorqinroqda. Andijonda Navbahorga nisbatan solishtirganda yorqinroq. 2 yil oldingi kubok finalidan aksi edi shuni, lekin bu o'yinda aksi bo'lyapti va natija ham shuni aksi bo'lib ketyapti. So'nggi daqiqada Navbahor o'ziga kerakli bo'lgan golni kiritib ketyapti. Andijonliklarga alamli bo'ldi. Lekin men mutlaqo boshqa tomonga qaratmoqchiman diqqatingizni. Ya'ni Temur Kapadzening o'yinlarini ko'rib chiqdim. O'sha 6 ta o'yinni ko'rdim mana umumiy hisobda va standartlardan alohida foydalanib ketyapti Temur Kapadze. O'rganib chiqsangiz, erinmasangiz ko'rib chiqing. 1-turdan 6-turgacha barcha standartlarni ko'rib chiqsangiz, ayniqsa kornerlar, burchak zarbalarini ko'rib chiqing. O'sha paytda menga to'g'risi ochig'i bu holat yoqmadi, chunki aniq bir futbolchi qo'yiladi darvozabonga xalal berish uchun, darvozabonga nisbatan agressiya ishlatadi, uni quyushqondan chiqarishga harakat qiladi va mana bu 6-turda Andijonga kiritilgan golda ham Ruslanbek Jiyanov aynan darvozabonning yonida turdi. Keyin hamma himoyachilar oldinga siljigandan keyin ofsaydda qolib ketdi va bu ham alohida Temur Kapadze tomonidan uqtirilgan. Ya'ni ofsaydda bo'lgan taqdiringda ham tur o'sha joyda golga aralashma, lekin tur, chunki himoyachilarni bo'shashtiradi bu. Ya'ni himoyachilar ham bu tarafga to'p o'tadigan bo'lsa, u ofsaydda turibdi deb turib biroz bo'lsa ham o'sha 100% tayyorgarlik bilan emas, o'sha 70-60% tayyorgarlik bilan harakat qiladi o'sha epizodda.
Bu ham taktika do'stlar. Bu ham o'ziga xos yo'nalish bu ham. Ya'ni Temur Kapadze oxirgi paytlarda o'sha o'tirib qolyapti standartlarga. Shu tomoni menga yoqmayapti Temur Kapadzening. Ya'ni yoqmayapti deganimda yomon ko'rish emas. Ya'ni Temur Kapadzening potensialini bilamiz biz. U hujumkor, u vertikal futboldan ko'ra gorizont futbolini yaxshi ko'radigan murabbiy, qisqa paslarni yoqtiradigan, tezkor hujumlarni yoqtiradigan murabbiy. Lekin tarkibdan kelib chiqib standartlarga o'tirib qolishi u qadar yaxshi emas. Keyingi o'yin Qo'qonda bo'lib o'tdi. Qo'qon 1912 hamda Nasaf jamoasi do'stlar. Bu o'yin bugun bo'lib o'tdi, lekin bugun bo'lib o'tdi deyman. Mana shu o'yinda do'stlar penalti berildi. So'nggi daqiqada hisob 1-1 bo'ldi. Va do'stlar, mana shu penaltiga nisbatan juda ko'p e'tirozlar bo'ldi. Birinchi bo'limda ham penaltiga tortadigan vaziyat bo'ldi. Qo'qonga penalti tepish imkoniyatini hakam bermadi. To'g'ri, unga qo'shilmayman, chunki chiziq ustida, balkim chiziq tashqarisida bo'lgan bo'lish ehtimoli ham bor. Lekin ikkinchi penaltida agarda Abduvohid Ne'matov Qo'qon futbolchisini yiqitmaganda, u o'tib ketardi va aniq gol urardi do'stlar. Aniq gol urardi. Chunki undan u yoqda himoyachi yo'q, yetib kela olmasdi, ulgurmasdi va u futbolchiga xalaqit berdimi, demak bu penalti do'stlar. Penalti tepilishi kerak. Bu aniq penalti, lekin aksariyat ba'zi bir jurnalist do'stlarimizda ko'rdim, muxlislarda, hattoki Ro'ziqul Berdiyev futbolchilarni maydondan olib chiqib ketishga ishoralar berdi. Ya'ni hammang ketlaring, bo'ldi, chiqlaring maydondan deb. Ya'ni o'ziga ham qizil kartochka ko'rsatildi, bejizga emas, o'zi maydonga chiqib ketdi. Endi u o'yin tugagandan keyin intervyu berdi. Ya'ni men maydonga chiqishimning sababi bor. U yerda futbolchini tinchlantirish uchun chiqqandim men dedi. Nima bo'lgan taqdirda ham maydonga chiqishi mumkin emas bosh murabbiyni. U maydonga chiqdi, qizil kartochkani oldi. Keyin esa barcha futbolchilarga bo'ldi, chiqlaring deb ishora berdi do'stlar. Xullas, bu men uchun o'tgan yilgi professional so'zlarning davomiga o'xshayapti. Ya'ni achindim Neftchi jamoasiga. Neftchi o'zini og'ir davrida, qiyin davrida o'zini bunaqa yomon tutmasligi kerak. Neftchi xalq jamoasiga aylanib qolgan. O'sha 2000-yillargacha umuman oldinlari Paxtakor jamoasi, o'sha Paxtakor 79gacha umuman xalq jamoasi bo'lgan bo'lsa, so'nggi yillarda misol uchun men uchun shaxsan 2010-yildan beri Nasaf sevimli jamoamga aylanib qolgan. To'g'ri, men o'zim Farg'onadan bo'lsam ham, umuman u boshqa voha tomondan, men vodiydan bo'lsam ham, men uchun sevimli jamoaga aylanib qolgan edi. Lekin mana shunaqa og'ir davrda, qani nima qilar ekan deb hamma qarab turgan paytda, qo'llab-quvvatlaymiz, mayli shunaqa kunida deb turgan paytda o'zini bunaqa tutmasligi kerak do'stlar. Xullas, 1-1 Qo'qon 1 ochko ishlab oldi so'nggi daqiqada penalti tepib. Keyingi o'yin OKMK Surxon do'stlar. Mana bu o'yinda dahshatli voqea yuz berdi. Yil goli kiritildi. Nafaqat yil goli, balkim men Superligada bunaqa chiroyli gol ko'rmagan edim oxirgi paytlarda. Stefan Chinedu 90+6-daqiqada, so'nggi daqiqada to'g'ri 1-1 hisobi qayd etildi. 1 ochko ishlab oldi. Lekin mana shu 1 ochkoni ishlab olishga sabab bo'lgan gol dahshatli akrobatik usulda gol bo'ldi. Hozir bu golni bu yerga afsuski qo'yib keta olmayman. Telegram kanalimga tashlab qo'yishim mumkin, u yerga o'tib ko'rishingiz mumkin. Balkim ko'rgandirsiz ham, Telegram kanallarida aylanib yotibdi, Instagramlarda. Xullas dahshatli gol bo'ldi. Nafaqat APLda, La Liga, Bundesliga, A Seriya, Liga 1, umuman top 5 ni olib qarasangiz bunaqa shedevr gollar so'nggi paytlarda kiritilmayapti. Bizni Superligada bo'ladi bunaqa shedevr gollar do'stlar. Keyingi o'yinimiz esa Dinamo So'g'diyona do'stlar. Bu o'yin ham qiziq bo'ldi-da. Qarang, har bitta o'yin alohida dunyo deb aytib o'tdim. Bu o'yinda Qobilov 61-daqiqada So'g'diyonani oldinga olib chiqdi. So'g'diyona va nihoyat g'alaba qozonib ketishi mumkin. Ishlari u qadar yurishmayotgan Dinamo ustidan deb turgan paytimizda og'aynilar, shoshmay turinglar dedi va 2 daqiqaning ichida Vadim Avramovning yigitlari, shogirdlari comeback qilib ketishyapti. 2 daqiqaning ichida 2 ta gol do'stlar. Va So'g'diyona muzlab qoldi. So'g'diyona o'ziga kela olmay qoldi. Anvarjon Hojimirzayev buni boshlab berdi.
va Abdurahmonov buni yakunlab qo'ydi 2 daqiqaning ichida. Mana shunaqa gap so'zlar. Superligamizda shunaqa qizg'in bahslar, qizg'in kurashlar kechyapti. Siz agar ko'rmayotgan bo'lsangiz, meni kanalim orqali umumiy tahlil va yangiliklar, xullas xulosa chiqarishingiz mumkin. O'sha bo'lib o'tgan o'yinlar haqida kuzatib boring. Instagramda Saminjonov deb yozsangiz chiqib keladi. U yerda ham kuzatib boring. U yerda umuman boshqa dunyoda ijod qilaman. Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ying. U yerda kam navoman. Xullas mana shunaqa gap so'zlar, o'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha salomat bo'ling do'stlar.